ikkinchi marta urildi o'sha bu. Mana chiroqlari ham singan. Ustiga buzoq chiqib ketdi. Hali uchalmadi buzog'imiz. Mana oxiri mana ikkinchi marta urildi o'sha bu. Mana okamni ham bitta so'zda hozir orqaga qaramay qochyaptilar. O'qdi. Ishashlikning imkoni bo'lmayapti. Ana bo'lmasa. Yana meni marta ag'dardi. Bittaga bitta kellaring deyapti. Bu quturganga o'xshaydi. Ha. Yo, arqonni bo'ynidan tashlaylar. Keling, ha. Bu holatda endi aybdor kim? Buzoq egasimi? Ba'zi birlar aytishyapti. Toshkent tumani bo'lgani uchun buzoq egasi aybdor hisoblanmaydi deb. Bilganlar izohlarda yozib ketinglar, aybdor kim o'zi? Buzog'imiz yana qochib ketdi. Ertaga roppa-rosa 18:00 da bizni kuting. 3-qismini sahifamizga joylaymiz. Like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Eng qiziqarli video tasvirlar Chorva Mixda.